Sen noinsof menga do'st bo'lsang, yerda buzishdan oldin nima qilasan? Sen qo'lingdan kelmasa yerda buzib. Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib yerga buzgandan foydami? U noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangning pulimi bu? Minfinda puli. Yo, o'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga? Bitta noinsoflar. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzib turgan odamni? Odam-ku, sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsof men kim sizlarga aytdim? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uydi, o'qil uydi, bola qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib bosh vazirga hisobot qilib keyin qilinglar deb berganman. Buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz, o'zingni kallangni buz. Sizlar bilan mana shunday katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga desangiz, saviyang yo'q, biliming yo'q, ilming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan.